Rasm oldingizmi? Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bizda har doimgidek operatorimiz aybi bilan yana shu holat. Vlog olamiz. Xudo xolasa. O'ylaymanki, o'ta bomba tarzda chiqadi. Bu vlogni o'tkazdirib yubormaysizlar va qo'llab turasizlar. Bizni 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan insonlar tomosha qilmoqda. Lekin nus tomoni bor. 97% bez подписка. O'rtoqlar. Bu degani вообще xato degani o'rtoqlar. O'ylaymanki, bu video roligidan keyin sizlar o'sha 97% da hatya 40% ya 50% ga chiqib qo'yishlarni umiddaman. Galereyaga borgan video roligim bor. U balki bomba chiqqan o'rtoqlar. Mana shu vlogimizdan keyin uni qo'yib o'taman. O'ylaymanki, uni ham o'tkazdirib yubormaysizlar va mazza qilib tomosha qilinglar. Bugun oladigan vlogimiz o'ta bombali bo'ladi. Chunki o'zim bir ikki ideyalar o'ylab qo'yganman. Fotka bo'ladi o'rtoqlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Klip ko'taring, kamera, klip ko'taring. Xo'p. Operatorimiz bor-ku, haligi bir tinga olmaydigan operator. Bir tinga olmaydi, o'shancha haligi xohlagan joyda turadi. O'zi bilganini qilish kerakmi? O'zi bilganini qiladi. O'zi zapis ketyapti, endi xudo biladi. To'shmi? Mayliga bo'ladi shu safariga. Yana bitta kelyapti. Qarang, yana bitta kelyapti. Qarang. Ana shunaqa. Appa. Shahar o'rtasi aylanish mikrofon qo'ygan. Bittayam yurtdi qayiqdan. Ko'p ekan.
o'z manzilimiz tomon ketarkanmiz. Yo'lda har xil mavzulardan gap boshlar edik. Ya'ni so'zlashib, har xil mavzularda so'zlashar edik. Ya'ni har bir yigit kishi avtomobillarga qiziqadi. Avtomobillar haydayotgan insonlar, yo'l znaklari, boshqalar. Shu narsalar haqida biz обсуждениялар qilar edik. Keyin konsert bo'layotgan joyga asal yursak nariga chiqamiz ekan, nimaga aytganmiz? Bilmaganmiz. Aylanib yuradi buni nimasi, parkovkani, mashina. Aylanib yuradi, yerda turgan mashinani. Mashina hammasi razmlab ketadi. Qo'llanmagan bo'lsa, ishlar kelaveradi shu. Sankt-Peterburg ko'chalarida aylanib yurarkanmiz. O'z mashinamizni qo'yish uchun avtoturargoh izlar edik. Avtoturargoh joylar juda ham oz. Ya'ni sentralniy joylar bo'lgani uchun ham u yerda mashinalar turadigan joylar juda ham oz edi. Odamlar ko'chada kimdir o'qishga, kimdir ishga shoshiladi. Bir amallab avtomashinamizni joylab ham oldik. Menga juda ham chiroyli kadrlarni olish uchun men harakat qilyapman. Lekin operatorimizning ozgina qilgan xatoligi sababli kadrlar o'xshamay qoldi. Aytdim, uzmay dedim. Nima o'zim uzganmi qo'lyap? Shu joyda men boshqatdan syomka qilish uchun yana qaytadan harakatni boshlab yubordim. Bu yerda esa operatorimiz bilmadim nimalarni o'ylayotgan edi. Bu yerda ham bo'lsa yana shu operator bilan bog'liq niyozda bo'lsinki shunaqangi xatoliklar yuz berdi. O'rtoqlar, hozir sizlarga ajoyib bir manzarani ko'rsataman. Ya'ni Sankt-Peterburgning eng chiroyli joylaridan biri. Qani, bir aylantirib ko'ring. Qaysam, o'rtani bosam ana. Olyapti. Olyapti ekan. Yangi operator bizda. Yangi rubrika. Mana nimasi qaytmaydi buni?
tarixiy joylar. Tarixiy joylarda yurarkanman, menda o'zgacha hissiyotlar yosharardi. Chunki bu yerlar tarixga juda ham boy bo'lib, dunyoda eng katta yirik muzeylardan biri. 1912-yilgacha imperator tomonidan bo'lgan. 1912-yildan keyin davlat muzeyi tashkil etildi. Bu yerda juda ham ko'p eksponatlarga boy joy bo'lib, bu yerlar ko'p odamni o'ziga davom eta oladi. Kamera assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Jini ko'taring, kamera, ha, jini ko'taring. Xo'p. Operatorimiz bor-ku, haligi bir tinga olmaydigan operatorda. Bir tinga olmaydi, o'shaning uchun haligi xohlagan joyda turadi. O'zi bilganini qilish kerakmi? Ha, o'zi bilganini qiladi. O'zi zapis ketyapmi, yo'qmi, endi Xudo biladi, точно. Канал скажите, пожалуйста, сколько времени занимает? 3 часа. 3 часа? 3 часа 15 минут. Они все возвращаются в 2:30. 2:30. Ночи. Первый мост Дворцовый открывается в 1:10. Тут Сегодня какой часов начинается? в 1:10. Вечером. Да, ночью. Ночью. Прямо сейчас Ночью. нету никаких? Прям сейчас, конечно, есть тоже. А сколько времени? 3 часа, да, еще? Нет, если сейчас поедете прокатиться, 1,5 часа по времени, тот же самый маршрут, только без разведения мостов. Да, нам не надо это разведение мостов. Понял? А сколько будет стоить? По цене билета вот так можно сделать по 1000 рублей. По каждому, да? Да, 1000 rubldan tushasizlarmi qayoqqa? Sizchi? Men tushiraman. Puli ko'p tushaveradi. Men otamni bitta o'g'liman, men tushiraman. Men 8 emasman men ham. Do'stlar, qanday zo'rmi? Mazza qilyapsizlarmi? Kadrlar tomosha qilib, cho'tka kadrlar qo'yaman odalatda. To'la bor mazza qilasizlar va kanalimga obuna bo'lasizlar. Va kamtarona ishimizni ozgina bo'lsa ham hurmat qilib, boslasizlar ana shu. Sog' bo'linglar.